Agar siz har oy elektr, gaz, suv, issiq suv yoki isitish, chiqindi va uy-joy xizmatlari uchun keladigan kvitansiyalarni ko'rib, yana shuncha pulmi deb xavotirga tushayotgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Men bugun oddiy, lekin ko'pchilik bilmagani uchun pul yo'qotayotgan masalani tushuntiraman. Ayrim fuqarolar bu 6 ta kvitansiyani to'liq to'lamasligi mumkin. Chunki ularda imtiyoz, subsidiya yoki 100% gacha kompensatsiya olish huquqi bor. Lekin darhol aniqlik kiritaman. Men sizga umuman to'lamang, qarz yig'ing demayapman. Men sizga ko'rko'rina to'lamang, avval huquqingizni tekshiring. Noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qayta hisoblatiring. Imtiyozingiz bo'lsa, kompensatsiyani talab qiling deyapman. Chunki ko'p odamlar aynan shu joyda xato qiladi. Kvitansiya keldi, qo'rqdi, darrov to'ladi. Keyin bilsa, aslida undan bu pul olinmasligi kerak bo'lgan yoki davlat tomonidan qoplab berilishi kerak bo'lgan. Shu video oxirigacha albatta ko'ring. Bu ma'lumot pensionerga ham, nogironligi bo'lgan shaxsga ham, kam ta'minlangan oilaga ham, ijarada yashayotganlarga ham, ko'p qavatli uyda yashaydiganlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday huquqiy va amaliy ma'lumotlarni men imkon qadar oddiy tilda tushuntirib boraman. Oldin qanday edi? Ko'pchilikda bitta odat shakllangan, kvitansiya kelsa demak to'lash kerak. Elektr energiyasi bo'yicha hisob chiqdi, to'lanadi. Gaz bo'yicha qarzdorlik ko'rinib to'lanadi. Suv, issiq suv, isitish, chiqindi, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi xizmati bo'yicha kvitansiya keldi, yana to'lanadi. Odamlar odatda hisob kitobni tekshirmaydi, tarifni solishtirmaydi, hisoblagich ko'rsatkichini kiritilgan raqam bilan taqqoslamaydi, imtiyoz qo'llanganmi yo'qmi tekshirmaydi. Endi nima o'zgardi? Oxirgi yillarda kommunal sohada ma'lumotlar raqamlashtirildi. Ijtimoiy himoya tizimi, subsidiya va kompensatsiya mexanizmlari ancha tartibga tushdi. Bu nimani anglatadi? Agar siz ma'lum toifaga kirsangiz, ba'zi xizmatlar uchun to'lovingiz kamayishi, ma'lum limit doirasida qoplab berilishi yoki ayrim holatlarda yot foiz kompensatsiya qilinishi mumkin. Bundan tashqari, agar sizda hisoblagich noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, xizmat umuman ko'rsatilmagan bo'lsa-ga, masalan issiqlik berilmagan bo'lsa yoki suv bir necha kun bo'lmagan bo'lsa, siz to'lovni qayta hisoblatish huquqiga egasiz. Eng katta muammo shundaki, ko'p odam menga imtiyoz bor ekan deb bilmaydi yoki biladi, lekin qayerga borishni bilmaydi yoki ariza yozadi, lekin to'liq hujjat topshirmagani uchun rad javobi oladi yoki kompensatsiya avtomatik tushishi kerak deb kutadi. Ammo ma'lumotlar bazasida uning holati ko'rinmaydi. Natijada odam bir yil davomida ortiqcha to'lov qiladi. Masalan, oyiga 1,5 so'mdan ortiqcha to'lasa, bir yilda 1,8 so'm bo'ladi. Bu pul ko'pchilik oilalar uchun katta mablag'. Men birinchi navbatda 6 ta asosiy kvitansiya sanab o'taman. Bular elektr energiyasi, tabiiy gaz yoki suyultirilgan gaz, ichimlik suvi va oqova suv, issiq suv yoki markaziy isitish maishiy chiqindi xizmati. Ko'p qavatli uylarda umumiy mulkni saqlash bo'yicha boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat to'lovi. Aynan shu yo'nalishlarda eng ko'p xatolik noto'g'ri hisoblash, imtiyoz qo'llanmasligi yoki xizmat sifati bilan bog'liq muammo uchraydi. Birinchi misol. Pensioner ayol yolg'iz yashaydi. Uyda faqat o'zi bor, elektrdan ko'p foydalanmaydi, gaz ham kam ishlatiladi. Lekin unga har oy 320 so'm atrofida umumiy kommunal to'lov chiqadi. U o'ylaydi, narxlar oshib ketdi. To'lashdan boshqa iloj yo'q. Lekin tekshirilganda ma'lum bo'ladi. Elektr hisoblagich ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan. Suv bo'yicha esa uyda ro'yxatda turadigan. Lekin aslida boshqa joyda yashaydigan 2 kishi ham hisobga olinayotgan ekan. Bundan tashqari, u ijtimoiy yordamga muhtoj shaxs sifatida kompensatsiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Mana shu 3 ta masala tekshirilsa, uning oylik to'lovi keskin kamayadi. Ikkinchi misol, nogironligi bo'lgan farzandi bor oila. Ota-ona har oy elektr va gaz to'lovini o'z vaqtida to'laydi, lekin daromadlari kam. Ular kompensatsiya yoki ijtimoiy yordamga ariza bermagan. Chunki baribir bermaydi deb o'ylashgan. Aslida bunday oilalar mahalla ijtimoiy himoya organlari mayt ko'p uz yoki tegishli tashkilotlar orqali o'z holatini rasmiylashtirsa, kommunal xarajatlar bo'yicha yordam olish imkoniyatini tekshirishi mumkin. Bu yordam har doim ham sizga albatta 100% qoplab beriladi degani emas. Lekin ayrim toifalarda to'liq kompensatsiya ham bo'lishi mumkin. Eng muhimi, huquqni tekshirmasdan turib, o'zingizni yordamdan mahrum qilmang. Uchinchi misol, ko'p qavatli uyda yashovchi oila qish oyida markaziy isitish uchun katta summa to'laydi.
Lekin xonadon sovuq, batareyalar iliq. Ba'zi kunlari umuman qizimaydi. Odamlar odatda hamma shunaqa yashayapti deb indamaydi. Lekin bu noto'g'ri. Agar xizmat sifati talabga javob bermasa, dalolatnoma tuzish kerak. Qo'shnilar bilan birga murojaat qilish, boshqaruv kompaniyasi, issiqlik ta'minoti tashkiloti yoki tuman hokimligi huzuridagi mas'ullarga yozma ariza berish kerak. Xizmat ko'rsatilmagan kunlar va sifatsiz xizmat bo'yicha qayta hisob-kitob talab qilish mumkin. Ya'ni siz foydalanmagan xizmat uchun to'liq pul to'lashga majbur emassiz. 4-misol, xonadonda hech kim yashamaydi. Masalan, oila 3 oy boshqa viloyatga ketgan yoki uy ta'mirda. Lekin chiqindi suv. Ayrim xizmatlar bo'yicha odatdagidek to'lov chiqishda davom etadi. Bu yerda ham hujjat muhim. Agar siz vaqtincha yashamaganingizni tasdiqlay olsangiz, ayrim xizmatlar bo'yicha qayta hisob-kitob so'rash mumkin. Lekin buni og'zaki aytish yetmaydi. Men uyda bo'lmaganman degan gapning o'zi yetarli emas. Ariza tasdiqlovchi hujjat, hisoblagich ko'rsatkichi, zarur bo'lsa qo'shnilar dalolati kerak bo'ladi. 5-misol, hisoblagich bor, lekin to'lov normativ bo'yicha chiqarilgan. Bu juda keng tarqalgan holat. Masalan, suv hisoblagichingiz bor. Siz oyga 5 kub sarflaysiz, lekin tizimda hisoblagich ma'lumotlari ko'rinmayapti yoki vaqtida topshirilmagan deb sizga 4 kishilik oila sifatida normativ bo'yicha 20 kub yozilgan. Natijada siz 5 kub uchun emas, 20 kub uchun pul to'laysiz. Shunday holatda darhol ko'rsatkichni suratga oling, oxirgi to'lovlarni oling, xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga yozma murojaat qiling va qayta hisob-kitob talab qiling. Men bu yerda kimlar xavotir olishi kerak degan savolga aniq javob beraman. Avvalo pensionerlar, ayniqsa yolg'iz yashaydigan keksalar. Ikkinchidan, nogironligi bo'lgan shaxslar va nogironligi bo'lgan farzand tarbiyalayotgan oilalar. Uchinchidan, kam ta'minlangan oilalar, ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilganlar yoki kiritilishi mumkin bo'lganlar. 4-dan, boquvchisini yo'qotgan oilalar. 5-dan, vaqtincha ishsiz yoki daromadi juda past bo'lgan oilalar. 6-dan, ko'p qavatli uyda yashab isitish, lift, yo'lak chiroqlari, umumiy hudud tozaligi uchun pul to'layotgan. Lekin xizmat sifatidan norozi bo'lgan aholi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning daromadingiz yetarli, imtiyozli toifaga kirmaysiz, hisoblagichlaringiz to'g'ri ishlaydi, xizmatlar to'liq ko'rsatiladi. Kvitansiyadagi raqamlar aniq, qarzdorlik yo'q va tariflar to'g'ri qo'llangan bo'lsa, siz uchun asosiy tavsiya oddiy. Baribir har oy tekshirib boring. Chunki bugun hammasi to'g'ri bo'lsa, ertaga tizimda xatolik bo'lmasligiga hech kim kafolat bermaydi. Endi eng muhim joyga keldik. 100% kompensatsiya degan iborani ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Bu har kim kelib, men kommunal to'lov qilmayman, davlat hammasini qoplaydi degani emas. Bu kompensatsiya faqat qonun va qarorlarda belgilangan toifalar, shartlar, limitlar va tartiblar asosida bo'ladi. Masalan, ayrim ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalarda ma'lum xizmatlar bo'yicha to'lovlar to'liq qoplanishi mumkin. Lekin bu qoplash tarifi limit ro'yxatdagi shaxslar soni, yashash joyi, mulk holati va arizadagi ma'lumotlarga bog'liq. Oddiy qilib aytsam, agar siz huquqqa ega bo'lsangiz, sizdan pul undirilmasligi yoki siz to'lagan pul keyin kompensatsiya sifatida qaytarilishi mumkin. Lekin buning uchun ma'lumotlar rasmiy bo'lishi kerak. Masalan, nogironlik guvohnomasi bor, lekin tizimda ko'rinmaydi. Yoki oila kam ta'minlangan, lekin reyestrga kiritilmagan. Yoki xonanda ro'yxatda 5 kishi turadi, aslida 2 kishi yashaydi. Mana shu nomuvofiqliklar kompensatsiyani to'xtatib qo'yadi yoki noto'g'ri hisob-kitobga olib keladi. Yana bir nozik jihat, ba'zi yordamlar avtomatik beriladi. Ba'zilar uchun ariza kerak. Odamlar menga hech narsa tushmadi, demak huquqim yo'q deb o'ylaydi. Yo'q, bunday xulosa qilishga shoshilmang. Avval mahalladagi ijtimoiy xodimdan, tuman ijtimoiy himoya bo'limidan, kommunal tashkilotdan yoki My.Akuf.uz orqali ma'lumotni tekshiring. Sizning huquqingiz bor. Lekin ariza bermagan bo'lishingiz mumkin. Birinchi tuzoq qarzdorlik bilan imtiyozni aralashtirib yuborish. Agar sizda oldindan yig'ilib qolgan qarz bo'lsa, imtiyoz kelajakdagi to'lovlarga qo'llanadi yoki ayrim holatda belgilangan davrdan boshlab hisoblanadi. Hamma eski qarz avtomatik o'chiriladi deb o'ylamang. Eski qarz bo'yicha alohida kelishuv, qayta hisob-kitob yoki dalil kerak bo'ladi. Ikkinchi tuzoq, og'zaki murojaat. Siz kassaga borib, menda imtiyoz bor desangiz, bu yetarli emas. Telefon qilib aytsangiz ham yetarli emas. Har doim yozma ariza qoldiring yoki elektron murojaat yuboring. Arizangizda sana, afish, manzil, shaxsiy hisob raqami, muammo mazmuni va talab aniq bo'lsin. Iltimos tekshirib bering deb umumiy yozmang.
falon sanagacha xizmat ko'rsatilmaganligi sababli qayta hisob-kitob qilishni so'rayman yoki imtiyoz huquqimni inobatga olib to'lovga kompensatsiya qo'llashni so'rayman deb yozing. 3-tuzoq dalil yig'maslik. Issiq suv kelmadi, lekin sizda dalil yo'q. Isitish ishlamadi, lekin o'lchov yo'q. Chiqindi olib ketilmadi, lekin rasm yo'q. Keyin tashkilot xizmat ko'rsatilgan deydi. Shuning uchun suratga oling, video qiling. Qo'shnilar bilan birga dalolatnoma tuzing. Murojaat raqamini saqlang. Har bir murojaatning nusxasi yoki elektron tasdig'i sizda bo'lsin. 4-tuzoq. Hisoblagich plombasi, tekshiruv muddati va ko'rsatkich. Agar hisoblagichning tekshiruv muddati o'tgan bo'lsa yoki plomba buzilgan bo'lsa, sizga normativ yoki jarima hisoblanishi mumkin. Shuning uchun elektr, gaz, suv hisoblagichlarining holatini va tekshiruv muddatini doim nazorat qiling. Agar xodim kelib tekshirsa, dalolatnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Dalolatnomada noto'g'ri ma'lumot bo'lsa, rozi emasman deb yozib qo'ying. 5-tuzoq. Xonadonda ro'yxatdagi odamlar soni. Ayrim xizmatlarda hisob odam soniga bog'liq bo'ladi. Agar farzandingiz boshqa shaharda o'qiyotgan bo'lsa, qarindoshingiz ro'yxatda turib, aslida yashamasa, bu holatni hujjat bilan tasdiqlash kerak. Aks holda siz yashamayotgan odam uchun ham to'lov qilishingiz mumkin. 6-tuzoq. Boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat to'lovi. Ko'pchilik buni tekshirmaydi, lekin bu yerda savollar juda ko'p bo'lishi mumkin. Pul nimaga sarflanyapti? Lift ishlayaptimi? Yo'laklar yoritilyaptimi? Tom ta'mirlandimi? Yerto'la tozalanyaptimi? Umumiy hudud supurilyaptimi? Agar xizmat shartnomada bor, lekin amalda yo'q bo'lsa, aholi yig'ilishi, dalolatnoma, yozma talab va shartnoma shartlarini qayta ko'rib chiqish masalasi ko'tarilishi kerak. Endi men sizga aniq harakatlar rejasini beraman. 1-qadam, oxirgi 6 oylik kvitansiyalarni yig'ing. Elektr, gaz, suv, isitish, chiqindi, uy-joy xizmati bo'yicha alohida ko'rib chiqing. Har birida shaxsiy hisob raqami, tarif sarf miqdori, qarzdorlik, penga imtiyoz yoki kompensatsiya qatori bor yo'qligini tekshiring. 2-qadam. Hisoblagich ko'rsatkichlarini bugungi sana bilan suratga oling. Elektr hisoblagich, gaz hisoblagich, suv hisoblagich bo'lsa, hammasini alohida suratga oling. Suratlarda raqamlar aniq ko'rinsin. Keyin kvitansiyadagi ko'rsatkich bilan solishtiring. Farq katta bo'lsa, darhol murojaat qiling. 3-qadam, imtiyozga kirishingizni tekshiring. Buning uchun mahalladagi ijtimoiy xodimga, tuman ijtimoiy himoya bo'limiga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tegishli xizmatlarga murojaat qiling. O'zingiz bilan pasporti yoki ID karta, yashash manzili bo'yicha hujjat, oila tarkibi haqida ma'lumot, pensiya yoki nogironlik hujjati, daromad haqida ma'lumot, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, bank karta rekvizitlari kabi hujjatlarni tayyorlab qo'ying. Har bir holatda hujjatlar ro'yxati farq qilishi mumkin. Shuning uchun borishdan oldin aniqlashtirib oling. 4-qadam, yozma ariza tayyorlang. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falonchi, falon manzilda yashayman. Menga tegishli shaxsiy hisob raqami bo'yicha kommunal to'lovlar hisoblangan. Men imtiyozli toifaga kirishim sababli to'lovlarga tegishli imtiyoz yoki kompensatsiyani qo'llashni, oldingi davr bo'yicha hisob-kitobni tekshirishni va natijasi haqida yozma javob berishni so'rayman. Agar xizmat sifati muammosi bo'lsa, arizada aniq sanalarni yozing. 1 yanvardan 10 yanvargacha issiq suv bo'lmagan. 15 kun davomida isitish me'yorida berilmagan. Chiqindi 3 hafta olib ketilmagan. 5-qadam, arizani ro'yxatdan o'tkazing. Agar qog'ozda topshirsangiz, 2-nusxangizga kirim raqamini qo'ydiring. Agar elektron yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Bu juda muhim, chunki keyin siz murojaat qilmagansiz esa qo'lingizda dalil bo'ladi. 6-qadam, javobni kuting va tekshiring. Sizga hammasi to'g'ri deb javob berishlari mumkin. Lekin bu javobni tekshiring. Javobda qaysi tarif, qaysi davr, qaysi asos bo'yicha hisoblanganini so'rang. Agar javob noaniq bo'lsa, yuqori tashkilotga yoki iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga murojaat qiling. 7-qadam, to'lovni to'xtatishdan oldin ehtiyot bo'ling. Men yana takrorlayman. Hech qanday hujjatsiz, arizasiz, dalilsiz to'lamayman deb turib olmang. Chunki bu qarzdorlik penga yoki xizmat cheklanishiga olib kelishi mumkin. To'lamaslik masalasi faqat huquqiy asos, qayta hisob-kitob talabi. Kompensatsiya tasdig'i yoki nizoli holat rasmiy ko'rib chiqilayotgani bilan bog'liq bo'lsa, ehtiyotkorlik bilan amalga oshiriladi. Eng to'g'ri yo'l avval tekshirtirish, keyin qayta hisoblatirish. So'ng to'g'ri summani to'lash yoki kompensatsiyani olish. Tasavvur qiling,
Sizga elektr uchun 280 ming so'm chiqdi. Odatda boygina 1000 so'm to'lardingiz. Siz darrov to'lab yubordingiz. Keyin bilsangiz, hisoblagich ko'rsatkichi bir raqam noto'g'ri kiritilgan. Agar siz avval tekshirganingizda 1060 ming so'm ortiqcha to'lamas edingiz. Keyin qayta hisob bo'lishi mumkin, lekin bu vaqt asab va navbat degani yana bir vaziyat. Chiqindi xizmati uchun oilada 6 kishi deb hisoblanmoqda. Aslida 3 kishi yashaydi. Har oy farq 3 ming so'm bo'lsa, bir yilda 306 ming so'm. Bu kichik summa bo'lib tuyulishi mumkin, lekin elektr, suv, gaz, isitishdagi xatolar bilan qo'shilsa, bir yilda bir necha million so'm ortiqcha to'lov paydo bo'ladi. Yana bir vaziyat, uyda isitish sifatsiz, lekin butun mavsum uchun to'liq pul to'ladingiz. Agar uy ahli vaqtida davlatnoma tuzganida, tegishli tashkilotga murojaat qilganida qayta hisob-kitob masalasi ko'tarilgan bo'lardi. Xizmat ko'rsatilmasa yoki sifatsiz ko'rsatilsa, iste'molchi doim ham jim turishi shart emas. Bugungi gapning mazmuni bitta. Oltita kvittansiyani ko'r-ko'rona to'lamang. Elektr, gaz, suv, issiq suv yoki isitish chiqindi, uy-joy xizmati bo'yicha har bir hisobni tekshiring. Agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz, kompensatsiyani talab qiling. Agar xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa, qayta hisob-kitob so'rang. Agar hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, darhol tuzattiring. Agar sizga 5% kompensatsiya huquqi berilgan bo'lsa, uni rasmiylashtirmasdan pulingizni yo'qotmang. Men sizga qo'rqitish uchun emas, huquqingizni eslatish uchun aytyapman. Har bir so'm mehnat bilan topiladi. Shuning uchun kvittansiya kelgan zahoti to'lov qilishdan oldin uni tekshirish odatini shakllantiring. Agar sizda shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi kvittansiyada xato topgansiz, qaysi tashkilotga murojaat qilgansiz, pulingiz qayta hisoblanganmi? Bu boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bilgan odam ortiqcha to'lovdan saqlanadi. Bilmagan odam esa har oy o'z pulini yo'qotishda davom etadi.